Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid. Men navbatda Shvetsiyadagi Stokgolmdagi parlamentning oldida ota-onam uchun yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Men namoyishni tugatishdan oldin guvohligimni berib chiqib ketmoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yili 5-oyning 20 kuni tug'ilgan. Opam Sadat Bog'don bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21 kuni tug'ilgan. Mening dadam İli Oblastlik Telegraf idorasidan, opam bo'lsa burunqi shu Elefandiyaniki qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan, dam olishga chiqqan. Bular 2017-yili 1-oyning 27-kuni sahar soat 9 atrofida İli Oblastlik bexatarlik tarmoqlari tarafidan tutib ochib ketilib, undan keyin Bo'zga akitilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirilgan. Undan keyin yipiq holatda sud echib, birinchi qitimda 5 yillik, keyin undan keyin 18 yillik kesib o'tgan. Mening opam dadamniki hech qanday gunohi yo'q. Mening opam dadam gunohsiz. Shuningga men Xitoy hukumatiga deymanki, meningki opam dadamni shaxsiy qo'yib berishni men Xitoy hukumatidan talab qilaman va qattiq turib bu narsaga qarshiligimni bildiraman. Undan keyin mening opam dadamniki turmaga kirib ketishiningki sabablari bo'lsa, birinchidan bo'lsa, meningki Shvetsiyada yashaganligim va shundaqla Shvetsiyaga kelib meni panohlik tilagan, undan keyin panohlik tilagan, Shvetsiyaga kelib meni panohlik tilagan, undan keyin siyosiy faoliyatlarga qatnashgan deb shundaq tuhmatlar bilan qaror chiqargan. Undan keyin opamni, dadamni 2014-yili Turkiya Cumhuriyatininki 2014-yili opam dadam Xitoy hukumatininki qonunliq o'zlari bijirpagan pasportiga Turkiya hukumatininki 2 haftalik sayohat vizasini bijirib, undan keyin viza to'sishdan bir kun burun qaytib ketgan. Lekin shundaq bo'lsa-mu Xitoy hukumati shu Turkiyaga berib bolasi bilan ko'rishdi degan bana sabablarni qilgan. Undan keyin bo'lsa, yana birisi bo'lsa, o'sha Shvetsiyadagi shu Dunyo Uyg'ur qurultayida xizmat qiladigan nopozliq bir odam meningki shu ota-onamga bo'lgan sevgimdan, hissiyotimdan foydalanib, meni oldigan virus mazgildan foydalanib o'zlari shu shundaq yaxshi ketyapti. Medialar bo'lamdi, yoki Shvetsiyaning TV'larida bo'lamdi. Hamma narsa shundaq yaxshi ketayotgan narsani nadim bunga buyruq keldi bilmadim. To'xtatdi. Bo'ldi, men nim qilib berma deb shuni shu WhatsApp'dami avatgan konvertga yozib uydagilarniki kimlik nomerini. Shundan keyin shuni shunda qilib ana qilaman deb shunda aldab meni shu tahdidlarni silib, hatto shu shunga chiqsang hadangmi kirib ketadi deb Shvetsiyada faoliyat qilgan meni bosirib qo'ydi. Yana boshqalar orqali kimlarni bosirib qo'ydi, uni bilmayman, ammo Shvetsiyada uzun yillardan beri shunday kontrolliklarni qilib keladi. Andan keyin eng oxirida Amerikadagi shu Zubayra degan xotindan shu bir xat kelib, meni mecharki Xitoy konsuliga tashlashga buyurdi. Bu narsalarningimi to'liq isbotlari bor. Men deyman, o'sha odam o'zininki mana qarindoshlar, shundaqla o'zininki bolalarni hech qachonda siyosatga aralashtirmaydi. Chunki o'zlari shu siyosatdan maynatligini biladi. O'zlari shu maynat siyosat o'ynagan. O'zlariniki hamon bir kuni oshkorlanib chiqadiganini g'arb ellarimi biladi bularning nima ish qilayotganini. Bularnikini har bir davlatning istixborot idorasi obdan biladi. Menmi xeli bilaman. Har bir xotinninki siyosiy orqa ko'rinishini nimaga buning bilan to'y qilib, nimaga buni qo'yib etib, nimaga oladigan hammani obdan bilaman. Meningki. Undan keyin bular hayotda o'zininki bolalarini siyosatga aralashtirmaydi. Ama o'tib ketgandagidek shu harom pulni tepib, shu uydagilarni qamdaydi, lekin bolalarni siyosatga yaqin keltirmaydi. Ham Uyg'urning nimaligini bolalari bilmaydi desam bo'ladi. O'g'illar ko'chada yurgan, ichib chekib, qizlari men demasammi bilasizlar mishadi. Siyosatning nimaligini emas, ko'k bayroqning qanday bo'lganligini bilmaydigan ba'zi bir shunday to'qopoqa işte qurultayning ichidagilarning ichida bor. Qurultayning ichidami saranglarni ishiltirganmi,
qurultay bu Dünya Uyghur qurultayımçı. Bununla mening de dalil isbotim bor bo'lam yetarli. Shunga iliqi bu Dünya Uyghur qurultaydan qarindoshlar. Iliqi mening opam dadamning ishini qilmagan odam meninkini biri meningki qimmatli buyumlarimni ilib meninkini men shunchalik yordam berib qilmagan odam u 25 milliondan 40 milliongacha Uyg'urning ishini bular qilamdi ekan demanglar. Bular mumkin emas qilmaydi qarindoshlar. Men sizlarga shu tilim bilan javob bermang. Bular mumkin emas qilmaydi. Bular shu enedida olgan pulni yeb ichib, buzuqchilik qilib, bu yer yetib, yog'a rasm tushib, uni qilib, buni qilib, mushuni ularni aldab keldi. Anandaki andaq indigenous people o'xshash narsalarni setib etib, keyinda mana shunda Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilik uchirdi. Bir nima desa, xoinlikqa isboting bormi? Xoinlikqa isboting. Isbotga yetib asharlik, isbot degan liq qildi bor. Har vaqt o'zining chiqirdigan vaqti bo'ldi uningki. O xoinlik desa cho'qin bir konsulga berib tutilib qolgan odam emas. Do'stlikqa xoinlik qilgan bo'ldi, vatanga xoinlik qilgan bo'ldi, millatga xoinlik qilgan bo'ldi. Josuslik degan ayrim bu. Mana meni jasus qilmoqchi bo'ldi. Milliy munofiq qilmoqchi. Bular o'zlari ham milliy munofiq, ham xoin. Chunki bular vatanga yuz kelolmaydi. Bularning qo'li qip-qizil Uyg'ur xalqining qini bilan bo'yilib ketgan. Milliy munofiqlar. Shu. Yana bir so'sa, mishadiki ota-onasi bilan G'uljidan kelib, tez suratda G'uljidagi soqchininki ta'minlagan materiallar bilan o'zininki shu Urumchi vaqasiga bog'lashlik qilib, dokumentlarni elib, tez suratda 2016 shu G'uljidan Shvetsiyadan shu G'uljiga Shvetsiya hukumati bunga shu ko'chmalar darsi material bergan chog'da Basang bo'lmaydi, hayotdan xavf ko'chirish mumkin, sening tutish buyruqing bor degan qog'ozlar, o qog'ozlarni ashtar deganimda. Shuningga iliq normal odamlar, masalan, Stockholm, Beijing, Urumchi maqsa bu Stockholmdan Norvegiyadan Moskvaga, Moskvadan Qozog'iston. Bunda bilindimeyme deb pasportni keyin uringan chaplaqda o'zchilikqa ko'misin degan nemisimi baribir u qayoqdan kirgan bo'lsin. Uninki shu Qozog'istonda o'ziniki go'shti kuni bor, u bir uchur manba markazi. Ashada bu turibni nurg'unlagan G'uljidagi savdogar bolalarni vayron qilayotgan. Balkim uninki ashaqniki hukumatning bergan yeşil pasportdan bo'lish mumkin. Qozog'istonga berib, Qozog'istondan oyoqcha kiradigan. Uni Shvetsiya hukumati tekshirsa, Shvetsiya bexatarlik idorasi SAPO, Sakarhat polisini deydi. Bular tekshirsa, obdan biladi. Shuningga qarindoshlar, kallamizni o'zimizniki joyida tutib, kimga ishinib, kimga nima qilishni o'zimizga ishinib, Yevropaninki qonuniga, Yevropaning bexatarlik idorasiga, o'zinglarninki shu qo'linglardagi o'zinglar turish davlatniki garajdagi pasportinglarga, o'zinglar turayotgan hukumat ishonishinglar kerak. Bu boshqa insonlar aldaydi. Musha bechara bovoy bilan momayninki 1,5 yilning yog'i ahmoq qilgan. Men mushuninki shu bolalarninki nihoyat qiynalib o'lishini va shundaqla xotinlarninki shu nim qilishni butun ichki dunyolik shu rasvo bo'lib tamg'isini men bir kun olmay bir kun besib etib peshonasiga u dunyoga shundaq ketadi. Buningki shu avlodlarimi shundaq bo'lgandan keyin shu bolalarimi ashtaq bo'ladi ekan. Undan keyin Shvetsiyada turib, yana Shvetsiyaninki grajdanligini olmay turib, Shvetsiyada reys dokumenti bilan travel dokumentlarni berib kelganlar bor. Buni men 100% jasus dalalayman. Meni qanday yerdan chaqirsa, men shunga javob bera olaman. Buninki qo'limdagi meningki yetarli chiqqan narsalar xeli bor. Uni hukumat ila chaqirib qo'yib, "Voy, meni chaqiribdi, qanday qilaman?" deb o'tirib ila bo'pti deb ila yog'an to'qib bergan Guangzhoudan kirdim, Shanganga qilib odam bedishtir degan onu Şved hukumati hali deb anglab qo'ydi. Vaqtdan soat kelgan chog'da tarjimonlarning ichidagi, hatto Xitoy tarjimonlari bilan aloqa turib, Xitoylarning tarjimonlarini nima setayotgan, Xitoylarning mishadiki ishlarini, Uyg'urlarniki nima setayotgan, hamma narsa chiqdi. Kunlarning birida cho'qim chiqdi emas, pat yaqinda chiqdi. Jahonda hozir vaziyatda o'zgarish qattiq kuchlanayotdi. Shuningga qarindoshlar, boshqa hech nima qilolmasanglarmi, haq taraf turinglar. Bu men degandekidek, bu xoinlik degan opirib birisining rasmini yo birisinikini bir kameraga tashlab berganlar emas. Millatga xoinlik qilganlik,
diniga xoinlik qilganlik, vataniga xoinlik qilganlik, do'stlikqa xoinlik qilganlik deb bundaq bilindi. Mana jasuslik degan mana Zubayra xonimdan menga qog'ozni akab berib, meni yerga Xitoy konsuliga pochirkini boshqalarga yozg'iz, bo'lmasa berib pochtaga qil. Keyin sen vizaga kirgan chog'da masalan soqchidan tekshirib qolsa, pochirk sening emas tutilmaysa, keyin vizaga kirgan chog'da shu sanqini materialni yetkazgan mentin deb qo'ysang, Luyka alisa Xitoyning green card'ini deb manda o'ynaydi qarindoshlar bular. Men desam hozir hech qaysiga sizlar bir xil hikoyadak anlamda ben bu yerga hozir ota-onam deb chiqqan bo'lgandan keyin sizlar bilan o'rtoqlashadigan narsalarni o'rtoqlashib o'tib ketdim. Xolos. Qog'ini endi o'zinglarningki qanchalik hazm qilishinglarga bog'liq. Shunga qarindoshlarningki o'zininki kalisiga o'zi ega bo'lib, vaqtida ota-onasiga ega chiqib, qarindoshlarga ega chiqib, Müşü parlamentning oldidagi boshliqni to'ldirib, mushularga bir destek bo'lishini umid qilaman va shundaqla qarindoshlardan talab qilaman. Chunki bizningki ishimiz hozir sal besilib qoldi. Shunga qarindoshlar hammamiz chiqib, mushuda butun parlament hozir hammamiz boshlandi xizmat tartibi. Mushlarningki bir kun tartib kelishiga biz harakat qilaylik. Bunda olsa qarindoshlarga rahmat. Buguncha men oqshom ishlagachga tushdan keyin nima qilib qoldim. Men atigarak chiqqan chog'da bu yerda shvedcha va ingliz shuarlarni to'lab Xitoy hukumatiga, Shved hukumatiga Xitoylarningki irqiy qirg'inchilikqa uchragan zulmlarni to'xtatish to'g'riliq shuarlarni to'lab qilaman. Qarindoshlarga rahmat. Bunda olsa qarindoshlar Xudoga omonat bo'lsin.